zaman Dog'istoning ko'p millati Respublikasi Rossiya Federatsiyasi fuqarolari Dog'iston Respublikasida yashaydilar. Ular Rossiya fuqarolik jamiyatining qismidir. Rossiya fuqarolik jamiyati bu Rossiya xalqi. Men millati bo'yicha rus emasman. Men Rossiya fuqarolik jamiyatining bir qismiman. Mening xalqim rus xalqi. Men o'z fuqarolik jamiyatimni chet el fuqarolik jamiyati begona odamlar foydasiga sotmayman. Rossiyada barcha respublikalar, hududlar, viloyatlar, federal ahamiyatga ega shaharlar, avtonom viloyat va avtonom okruglarida Rossiya Federatsiyasi fuqarolari yashaydi. Ular Rossiya fuqarolik jamiyati. Bu Rossiya fuqarolik jamiyati, bu Rossiya xalqi, Rossiya Federatsiyasi fuqarosi. O'z xalqi rus xalqi ekanligini shu spetsen biladi va u Rossiya fuqarolik jamiyatining bir qismi ekanligi. Rossiya Federatsiyasidan chet el fuqarolik jamiyatiga ushbu fuqarolik jamiyatining bir qismi. Ular ketgan xalqning bir qismi bo'lish uchun ketgan. Rossiya fuqarolari, siz o'zingiz boshqa xalqning bir qismi bo'lish uchun o'z xalqingizdan ixtiyoriy ravishda voz kechdingiz. Rossiya fuqarolik jamiyati sizdan voz kechmadi. Siz o'z xalqingizdan ixtiyoriy ravishda voz kechdingiz. Siz bo'lishni xohlagan xalqning fuqaroligini oldingiz. Chet elliklarni haqorat qilishni to'xtating. Rossiya xalqi, siz rus xalqi bilan hech qanday aloqangiz yo'q. Siz uchun begona odamlarni xafa qilmang. Siz Rossiya fuqarolik jamiyatining bir qismi emassiz va Rossiya fuqarolik jamiyati bilan, Rossiya xalqi bilan hech qanday aloqangiz yo'q. Axir rus xalqi sizning xalqingizni haqorat qilmaydi. Siz bu xalq foydasiga tanlov qildingiz.